Tabriklayman. Agar bu video siz relsizda chiqib kelgan bo'lsa, endi sizda ham ideal kruassan retsepti bor. Jarayonni kuzatib turing. Idishga iliq suv, dro'ji, tuz, shakar solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Bir dona tuxum solib aralashtiramiz, un solamiz va ora-orada yog' solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz. Xamirni oshirish uchun sovitkichga yuboramiz. 1 soatda xamirimiz chiroyli bo'lib ko'tariladi. Oshgan xamirni yaxshilab mushlab, zuvalachalarga bo'lib olamiz. Menda 8 ta zuvala chiqdi, 220 gram atrofidan. Xamirni 2-3 cm qalinlikka kelguncha yoyib olamiz va orasiga yumshoq xona haroratidagi saryog' suramiz. Endi xotirjam retsept ovotuvdim. Bog'cha payti tugab, oldimga bitta bola kelib oldi. Yosh bola bilan video olish oson emasligini bilishinglar uchun videoni o'z tashagim kelmadi. Shu tartibda 7 ta xamir har bittasini qavatiga saryog' suramiz va eng ustki tomoniga surmasdan xamirni shunaqa yoyib chiqamiz. Orasiga xohishga ko'ra shokolad yoki jem solishinglar mumkin. Men yarmiga shokolad, yarmiga jemli qildim. Ustiga tuxum sarig'i surtib 170 gradusda yarim soat davomida pishirib olamiz. Eng mazali bulchka tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring.